Assalomu alaykum. Bugungi praktikamiz taqlatish amaliyoti, ya'ni sevgan yoringizni o'z hayotingizga qaytarish haqida bo'ladi. Praktikani boshlashdan oldin albatta like tugmachasini bosing. Kommentariyaga praktikani bajardim so'zini yozib qoldiring. Bu praktika sizni turmush o'rtog'ingiz yoki sevgan yoringizni sizni hayotingizga qaytib kelishga yordam beradi. Qani boshladik. Meni sevgan yorim tashlab ketgan bo'lsa ham, men o'zimni sevaman, men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. Agar tuni bilan sevgan yorim telefonda o'tirgan bo'lsa ham, men uni qabul qilaman, men uni kechiraman va men undan minnatdorman. Tuni bilan kelmasa ham, xiyonat qilsa ham, men o'zimni sevaman, men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. Agar nevroz bo'lib asabiylashib qolgan bo'lsam ham, farzandlarimga kunu tun qichqirib, butun alamimni farzandlarimdan olayotgan bo'lsam ham, men o'zimni sevaman, men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. Xuddi shu voqeliklarga, erim xiyonatiga, qaynotamni, ota-onamni sababchi qilayotgan bo'lsam ham, men o'zimni sevaman, men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. Asabiylashib, stress, depressiya bo'layotgan bo'lsam ham, men o'zimni sevaman, men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. Folbinlarga, gadalkalarga borib foyda ololmayotgan bo'lsam ham, ular meni ongimni boshqarayotgan bo'lsa ham, men o'zimni sevaman, men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. Kunu tun fikrimda yorim bilan urushayotgan bo'lsam ham, uni xiyonatini ayblayotgan bo'lsam ham, aqlim tinchimayotgan bo'lsa ham, salbiy fikrlar ichida qolib ketgan bo'lsam ham, men o'zimni sevaman, men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. Agar meni sevgan yorim sovg'alar bermasa ham, men bilan restoranlarga, kafelarga bormasa ham, men o'zimni sevaman, men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. 100 ta psixologga borib natijaga chiqa olmagan bo'lsam ham, erimni qaytara olmagan bo'lsam ham, men o'zimni sevaman, men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. Erimni kunu tun ayblab xiyonatida yillar mobaynida unga bo'lgan alamlarim kuchayib ketgan bo'lsa ham, fikrlarimni kuzatishni bilmayotgan bo'lsam ham, men o'zimni sevaman, men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. Sevgan yorim menga sovg'alar bermasa ham, menga mehribon, shirin so'z erkalamayotgan bo'lsa ham, men o'zimni sevaman, men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. Bu xiyonatida atrof olamni ayblayotgan bo'lsam ham, ota-onam shu insonga meni turmushga bergani uchun, ularni ayblaganim uchun ham men o'zimni sevaman, men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. Asab, depressiya, stress kasalliklari meni miyamni charchayotgan bo'lsa ham, charchab qolayotgan bo'lsam ham, butun energiyam erim xiyonatiga ketayotgan bo'lsa ham, men o'zimni sevaman, men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. Agar erim meni hayotimga qaytib kelmasa ham butunlay, men o'zimni sevaman,
men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. Alamlarimni atrof olamdan olayotgan bo'lsam ham, xuddiki hamma bu xiyonatda ishtirokchi, hammani aybdor qilayotgan bo'lsam ham, men bugun o'zimni qabul qilaman. Men o'zim bugun o'zimni kechiraman va o'zimdan minnatdorman. Erimni qabul qilaman borligicha, sevgan yorimni qabul qilaman va barcha salbiy fikrlarim uchun men undan shukronalik keltiraman, minnatdorman. Bugun men barcha buzg'unchi fikrlardan, alamli fikrlardan qutulishga, qo'yib yuborishga o'zimga ruxsat beraman. Bugun men ozodman. Har bir turmush o'rtog'im haqidagi fikrlar meni quvvatimni olayotgan bo'lsa ham, energiyamni olayotgan bo'lsa ham, bu protsessni qo'yib yuboraman. Men o'zimni sevaman, men o'zimni kechiraman, men o'zimdan minnatdorman. Hurmatli ayollarimiz, bu praktikamiz ko'p sonli ayollarimiz konsultatsiyalaridan olingan savollardan tayyorlandi. Hammangizga omad tilayman. Bilingki, sizni yoringizni qaytishi yoki sizni sevib qolishi faqat sizni fikringizda. Shuning uchun bu praktikani 95 kun davomida bajaramiz va kommentariyaga o'z natijalarimizni yozib qoldiramiz. Sizlar bilan esa psixolog doktor Gavhar Asimova bo'ldi.